Ketayotgan 2025-yil mamlakatimiz tashqi siyosati tarixida strategik yetuklik, ochiqlik va amaliy diplomatiya bosqichi sifatida qayd etilmoqda. Dunyo nigohining ushbu sonida yetakchi xalqaro ommaviy axborot vositalari va rasmiy manbalar nigohida O'zbekistonning tobora ortib borayotgan global nufuzi, Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan faol va tashabbuskor diplomatiya hamda mamlakatimizning mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan konstruktiv tashabbuslari yil sarhisobi doirasida tahlil qilinadi. Bugun O'zbekiston tashqi siyosatda murosaga tayyor, tenglikka asoslangan va ishonchli hamkor sifatida e'tirof etilmoqda. 2025-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning xalqaro minbarlardagi nutqlari O'zbekistonning tashqi siyosiy konsepsiyasini to'liq aks ettirdi. Bu chiqishlarda tinchlik va xavfsizlik, barqaror rivojlanish, iqlim o'zgarishi, suv resurslari, adolatli xalqaro tartib kabi dolzarb masalalar bo'yicha O'zbekistonning aniq va prinsipial pozitsiyasi bayon etildi. Muhimi, bu pozitsiyalar deklarativ bayonotlar bo'lib qolmay, amaliy tashabbuslar bilan mustahkamlandi. Dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarida yurtimiz hayotining turli jabhalariga oid o'zgarish va yangiliklar yil davomida muntazam yoritib kelinmoqda. Jumladan 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturi ijrosini ta'minlash, joriy yilda bo'lib o'tgan oliy darajadagi tashriflar hamda yirik xalqaro tadbirlar bilan bog'liq targ'ibot tashviqot ishlariga bag'ishlangan turkum maqolalar, videoroliklar, bosma mahsulotlar hamda davlatimiz rahbarining joriy yilda Birlashgan Arab Amirliklariga, Malayziyaga, Kuvaytga, Fransiyaga, Vengriyaga, Sloveniyaga, Qozog'istonga, Mo'g'ulistonga, Belarus Respublikasiga, Ozarbayjonga, Turkmanistonga, Xitoyga, Nyu-Yorkga, Tojikistonga, Belgiya qirolligiga, Qatar davlatiga, Yaponiyaga, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga amalga oshirgan tashriflari mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. Tashriflar asosida chet el ommaviy axborot vositalarida Birlashgan Arab Amirliklari bo'yicha 90 ga yaqin, Malayziya bo'yicha 110 dan ziyod, Kuvayt bo'yicha 60 dan ortiq, Fransiya bo'yicha 102 ta, Vengriya bo'yicha 28 ta, Sloveniya bo'yicha 22 ta, Qozog'iston bo'yicha 25 ta, Mo'g'ulistonga oid 29 ta material e'lon qilindi. Mashhur pokistonlik yozuvchi Muhammad Abbosxonning O'zbekiston 3-renessans kelajak konsepsiyasi nomli kitobi Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 3-renessans konsepsiyasini keng tahlil qilgan. Почему я писал? Я действительно чувствую, что здесь... Men O'zbekiston prezidenti rahnamoligida ulkan o'zgarishlar bo'layotganini his qilmoqdaman. Благодаря президенту Mirziyoyevу. Shu bilan bir qatorda Yurtboshimizning Markaziy Osiyo yangi davr ostonasida nomli kitobi ham keng jamoatchilik e'tiboriga tushdi. Unga ko'ra Markaziy Osiyoning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida yangi davr boshlangani, mintaqa davlatlari uzoq yillik nizolarni hal qilib, chegaralarni belgilash, suv va energetika resurslarini birgalikda boshqarish, transport va savdo aloqalarini kengaytirish orqali barqaror hamkorlik va ishonch muhitini yaratayotgani alohida ta'kidlanadi. Mana shunday ishonch, o'zaro anglashuv va umumiy kelajak ruhi bugungi kunda mintaqaviy jipslashuvni yanada mustahkamlash, ya'ni barqaror va o'zaro bog'liq farovon Markaziy Osiyoni birgalikda barpo etish bo'yicha Markaziy Osiyo jarayonini boshlash uchun eng muhim tayanch asosdir. Ushbu kitob bir qancha xorijiy nashrlarda ham keng tahlil qilindi va yuksak baholandi. Qolaversa, Prezidentimizning Samarqanddagi Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammit oldidan Euronews'ga bergan intervyusi orqali O'zbekiston Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi bilan barqaror, strategik va o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy integratsiya va ekologik barqarorlikni ta'minlashga intilayotganligi alohida qayd etilgan. Markaziy Osiyo muloqot va hamkorlikni kengaytirishga ochiq. Biz barqaror rivojlanish va xalqlarimizning farovonligini oshirishga xizmat qiladigan o'zaro manfaat va ishonchga asoslangan konstruktiv hamkorlik tarafdorimiz. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchichning O'zbekistonga rasmiy tashrifi va UNESCOning 43-sessiyasida ishtiroki chog'ida bergan intervyusida Serbiya va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish, iqtisodiy hamkorlik, madaniy almashinuv va ta'lim sohasida hamkorlik imkoniyatlarini ta'kidlab, o'zaro tushunish va barqaror rivojlanishni ilgari surishda UNESCO kabi xalqaro tashkilotlarda ko'p tomonlama muloqot va sheriklikning ahamiyatini alohida qayd etadi. Men uchun Samarqandga tashrif buyurish va uning nodir, abadiy madaniy merosini yaqindan his qilish katta sharafdir. Bu tadbir nafaqat muhim xalqaro voqea, balki butun madaniy boyliklarni yangi nuqtai nazardan qadrlash va kashf etish imkoniyatidir.
Konferensiyani Parijdan tashqarida o'tkazish tashabbusi uchun men O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda UNESCO Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat bo'yicha bosh direktori Odri Avzuleyga samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning faol tashabbuslari va amalga oshirayotgan islohotlari nafaqat rasmiy nashrlarda, balki turli ijtimoiy tarmoqlarda ham keng yoritilmoqda. Xalqaro va mahalliy foydalanuvchilar, ekspertlar va jurnalistlar o'z sahifalarida prezidentning iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma va xalqaro hamkorlik bo'yicha strategik tashabbuslarini sharafli tarzda baholab, keng muhokama qilishmoqda. Jumladan, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy tarmoq sahifasida O'zbekiston bilan ikki tomonlama hamkorlik haqida muhim bayonot qayd etgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston o'rtasidagi misli ko'rilmagan savdo-iqtisodiy kelishuvni e'lon qilishdan mamnunman. Yaqin 3 yil ichida O'zbekiston Amerikaning muhim minerallar, aviatsiya, avtomobil butlovchi qismlari, infratuzilma, qishloq xo'jaligi, energetika va kimyo, axborot texnologiyalari va boshqa muhim tarmoqlariga qariyb 35 milliard dollar, kelgusi 10 yilda esa 100 milliard dollardan ortiq investitsiya kiritadi va xaridlarni amalga oshiradi. Men O'zbekistonning yuksak hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildiraman. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi uzoq muddatli va samarali munosabatlarni intizorlik bilan kutamiz. Shu bilan bir qatorda davlatimiz rahbarining Fransiyaga amalga oshirgan davlat tashrifi mobaynida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'zining Twitter ijtimoiy tarmoq sahifasida O'zbekiston bilan hamkorlikning misli ko'rilmagan yuksak bosqichga o'tayotganini urg'ulagan holda quyidagicha izoh qoldirgan edi. Yashasın O'zbekiston, yashasın Fransiya, yashasın Fransiya O'zbekiston do'stlik. Bugun dunyo O'zbekistonga boshqacha nigoh bilan qaramoqda. Bu nigohda ishonch bor. Bu ishonch ortida esa prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi izchil, mas'uliyatli va ilg'or siyosat turibdi. Dunyo nigohida O'zbekiston o'z so'ziga ega davlat, tashabbuskor hamkor, global muammolarga befarq bo'lmagan mamlakat va bu yo'l davom etadi.